Xalasanız bir dana puluk qo'shib beraman. Xalasanız bir dana salma yaradon qo'shib beraman yana. Bir dana qozon akasiga hisob ketib beraman. Yana shuncha vazn ichida qo'shib beraman. Assalomu alaykum. Ferma 4 yil kanal obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Ko'p vaqt bo'ldi video chiqarmadik. Nechun deganda men bir o'zim edim. Bobur safarga ketib edi. Shu sababli men chiqarishga harakat etolmadim. Nechun deganda odam ko'p. Bugun xudo xolasa zo'r video qilamiz sizlar uchun. Sizlar kutgan video bo'ladi. Nechun deganda ko'p yangiliklarimiz kelgan. Bularni sizlarga men tanishtirib borishim shart. Nechun deganda sizning o'zingizga kerak narsalar bizda bor. Sifati zo'r, bahasi arzon, kачествоsi yaxshi, eng zo'r zavodlardan yuklatamiz Xitoydan. Xunnon shahridan keladi bizlara. Bu zavodni egalari ham yaxshi odamlar, bir ma'mulali, bir Alloh taolo yaxshi odamlar, yaxshi odamni o'zi yaqinlashtiradi-da. Aytishimning sababi sifatına gap yo'q. Bu inson yaxshi bo'libdi, vazini o'zini o'xshatib yaxshi chiqarishga harakat etadi-da. U yomon bo'lsa o'zini yomonlik etadi. U birini aldab, sotib, birini norozi qo'lasini o'zini biz bola chaqamizga yedirmaymiz. Halol shundan buyursin bir so'm bo'lsa. Bugungi qilayotgan videomiz xudo xolasa zo'r ajoyib narsalar kelgan, toza yangiliklar kelgan. Sizlarga shuni bir chetdan obzorini ko'rsatib beraman. Mabodo video davomida sizga qaysi narsa kerak bo'lsa, shu narsa sizga ko'nglingizga jiz etib yoqqan bo'ladigan bo'lsa, telefon idarasiz uyingizdan yuvartirib beraman. O'zbekiston bo'ylab chiqarib turgan narsalarimiz besplatni dastlab ketib beraman. Vajni qo'lingizga olgandan keyin pulni berib berasiz. Eldan bir so'm pul olmaymiz. Shu narsa sizga yoqdimi? Bo'ldi, tamom. Zagazni bering. Mana shu narsa kerak. Men uyim Xorazmda, yo Qo'shko'pirda, yo bo'lmasa Shovotda, yo bo'lmasa Nukusda, yo bo'lmasa Qo'ng'irotda, yo bo'lmasa Taqiyadashda, Kegelida, farqi yo'q. Yo bo'lmasa Buxoroda, yo bo'lmasa Qashqadaryo, Surxondaryo, Bantaraf, Navoiy, Termiz, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Abusaxiy, Toshkent, polni dastlabchilarimiz besplatni. Baho o'zgarmaydi. Nomini yurgan bo'lsangiz shu bahoda olasiz. Misol shu qo'y mashinkamiz 550 ming so'm. Zero Max degan. Atacağımız sebebi en zor kampanya. Ben özüm işletaman. Qo'y boqaman uyda. Qirg'izistondan kelgan qo'ylar bor. Shuni ishlatdim men o'zim. Buni bir yaxshi yeri, birinchidan qo'la udobniy. Pichoqlar ham original qo'yilgan. Shunday qo'yni qirqib turgan vaqtingiz shunday zo'r qirqadi, qo'lingizni jimbirdatmaydi. Ichida komplektida bir dana zapas pichoq ham chiqadi. O'zini kulishlari, keyin chotga potkisi o'zini bo'ladi vajlari. Bahasına keladigan bo'lsak, bunday baho hozir aytaman siz Toshkentdan ham topa olmaysiz. 550 ming so'mga beraman. Zero Max originalni 550 ming so'mga beraman. To'qti shidan qo'y mashinka. Besplatni dastlab ketib beraman. Любой yerdan, viloyatda qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar besplatni dastlab ichimdan shuni. Perforatorlarimiz bor, baholari zo'r, arzon. Birinchi chetdan sizga ko'rsatib obzor etib beramiz. Nedan boshlasak bo'ladi? Keling. Xudo xolasa motopiladan boshlaymiz. Motopilamiz Slomash. Yine yazıp koyuptu. Silina diler Rossiyada koyuptu. Tartaklari demir bo'ladi. Original motopila bo'ladi bu. Original neden bilemen degan bo'lsangiz, original motopila nomerlangan bo'ladi. Shuni nomerlangan motopila чисто zavodskoy deb hisoblanadi. Rossiya yana hammalari strik kodlari bilan turibdi. Yana buni bir yaxshi yeri originalni. Pasos tartasiku bir gaz bergan vaqtida o'zi avtomatik tortib oladi buni. Ana gördinglarmi? Arg'iladi, ina bo'ladi, prosto emas bo'ladi. Bular perlovat bo'lgan vaqtida suvcha mayruk qoladidan sizni qiynaydi. Bularda hech gap yo'q. Bir tortgandan yanadi. Buni yosh bolalar ham, endi yosh bolalarda endi bir maktab o'quvchisi 8-sinf, 9-sinfdan o'tgan bo'lsa ishlatib biladi. Endi 1-sinf, 2-sinfga tavsiya etamiz. Ayol kishilar ham ishlatadi buni. Buni bahosi aslında $100 sotilgan vaqtida, hozirgi kunda bahosi 500 ming so'm skidkada, bahosini 700 ming so'm qilib qo'yganmiz buni. Yana qiziqarli yerini aytaymi? O'zinikidan tashqari 2 dana sepi, 1 dana strelasi, 2 dana ham bundan sepi, 1 dana strelasi, yana o'zini germanskiy qizil aptolni qo'shib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib beraman. Faqat 700 ming so'm pulni bilasiz. Bundan boshqa 1 so'm lishni to'lamaysiz. Garantiyasini 1 oyga yozib, pechat bosib berib beraman. Kesishini ham, ishlashini ham gap yo'q. Benzin ham saylamaydi. Oddiy benzinlarda ishlayveradi. Slomash. Yo'q, menga arzoni kerak, prosto kerak degan bo'lsangiz, arzon turlari bor, ular 400-450 ming so'm. Kачествоsi maqtalanmas uni. Motopila olaman, bir mulkiyat qolsin, kачествоsi yaxshi bo'lsin degan bo'lsa, Slomashni sizga tavsiya qilaman. Aytgan narsalar qo'shib beriladi. Agar men bergan mahsulotda kamchilik, ayib, nuqson, xato chiqadigan bo'lsa, bir oyning ichida besplatni taxlatib beraman.
Xorazmda bo'ladigan bo'lsa, Xorazmda ham servislarimiz bor. Qaropaqda ham servis, hamma viloyatda servis odamlarimiz bor. Bu narsani childan meni dastlabchidan yo'lga qo'yganmiz. Bu viloyatlarga bizlar borib kelish muammo emas. Polniy vodiy taraf ham besplatni dastlabki yuborib turibmiz, yuboraveramiz ham. O'zbekistonning любой viloyatini. Dori apparatlarimiz 10 litrlik, bahasi 1 million so'm. Kraft teshlarimiz, bular kompressorlar, ham yuqori sapadi, ham past sapadi. Bahasi 700 ming so'm. 700 ming so'm. Havo flashlarimiz 400 ming so'm. Gaz nasoslarimiz 850 ming so'm, 600 ming so'm. Bizda hamdichi nelar bor? Iskanjalar bor. 350 ming so'mdan boshlanadi, 700 ming so'mga дейін davom etadi. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, olib ketaverasiz, kelib turib. Yana novlar bor. Suv filtrlarimiz Turkiyaniki. Suv filtri hozir yetib turibdi. Turkiyaniki sifati yaxshi, kачествосына вообще gap yo'q. Yana ham yerda turkchalab yozilgan. Yana Made in Turkiya. Yana Made in Turkiyaning suv filtri. Buni hamma uyina qo'yishi kerak. Nechun deganda suvingiz sho'r, isli, xlor bo'ladigan bo'lsa, besplatni shu narsani sizga tekshirib ko'radilar. Suvingizni ichib o'tirgan suvingizni keyin bu apparatni o'rnatadilar. Bahasi 1 million 400 ming so'm. 6 filtrdan o'tadi, bachoqlari damir 10 litrlik bo'ladi. Bir kunning ichida sizga 380 litr suvni taxlab beradi. Telefon qilasiz, zakozni berasiz, uyingizga olib boradi, o'rnatgandan keyin pulni to'laysiz. 1 million to'lasangiz bo'ldi, boshqa lishni 1 so'm pul olmaymiz. 1 million 400, 1 million 400. Tak. Nasoslarimiz Grubinni. Tak. 650 ming so'm. 850 ming so'm, 850 ming so'm. Bular 1 million 400 ming so'm. Bular 950 ming so'm, 820 ming so'm. 820 ming so'm, 1 million 600 ming so'm. Bularimiz 800 ming so'm, bular 1 million 600 ming so'm, 1 million 650 ming so'm. Halan turingizdan bor. Uzinchak Grubinni nasoslarimiz. 200lik bir fazla ishlaydigan nasosimiz Grubinni suv tushib yotadi, chumak nasos deb aytiladi. 200lik bir fazla ishlaydigan nasosimiz bahasi 2 million 600 ming so'm. 150liklarimiz 1 million 600 ming so'm, 1 million 400 ming so'm, 1 million 800 tushirdik shuni. 2 million sotiladi dedi. Nechun deganda 150lik nasosimiz sifati zo'r, Ariol, Rossiya kompaniya, adnotkilar 100% misdan bo'ladi. Yozib qo'ydi o'zimdan 100% medini deydi, 3,5 kilovat bo'ladi. 120 tonna soatini chiqaradi, 120 tonna chiqaradi. Bahasi 1 million 800 ming so'm tushdi. 150lik chumakni yana podarkisidan 10 metr shlankisidan qo'shib beraman. 125liklarimiz 1 million 400 ming so'm, 1 million so'm, 1 million 200 ming so'm, 1 million so'm, 1 million so'm 100lik chumaklar. Inabuslari klassik germansk kompaniya bu. Klassik. Bu shunday zo'r nasos. Adnotkisi 100% mis bo'ladi, 1,5 kilovat bo'ladi buni. Buni kачествоsi yaxshi bo'ladi. Balandlik 7 metr dik podiumga chiqarib beradi. Tak, 1 soatda 65 tonna suv qachat etib beradi buni bir yaxshi yeri. Adnotkilari mis ichine transformatorni moy solingan, enavilarning moy chiqqanlari ko'rinib turibdi. Hech bir nasosning ichida adnotkisida transformatorni moy solmaydi, faqat klassik kompaniya soladi bunga. Adnotki 100% irisimdan o'ralgan, transformatorni moy solingan, eng sifati zo'ri. Bahasini eshitsanglar вообще tan berasizlar. Xorazmda bir elektrikimiz bor. Xorazmda eng kuchli elektrik, Oybekada ham bor, Raycenterda. Ko'pchilik biladi buni. Shu nasosni dedi, Anvar to'xtatma dedi. Eng zo'r nasos deb aytsam bo'ladi, san O'zbekiston dedi. Men necha nasos qo'limdan o'tgan dedi, shu nasosni to'xtatma, shu zavodini mahkam ushanglar dedi. Kimda svetodon bo'lsa, klassikdan beri Anvar dedi. Birinchidan hamyonbop, ikkinchidan sifati zo'r, uchinchidan tok saylamaydi. Bahasini aytaymi? Bahasi 1 million 200 ming so'm. Boring 10 metr shlankidan qo'shib beraman. 1 yil garantiyasini ham beraman. Olaverasiz. 1 gektar 50 sotik, 40 sotik o'ynab sug'oradi, o'ylanib o'tirmaydi. Adnotkisi alyuminiylar 1 million so'm, 76liklarimiz 900 ming so'm, 10 metr shalankisi bilan. Yana bu nasosimiz ham bor. Bu Kalados nasos deb aytiladi, bu pichoq bo'ladi buni tengda. Mana pichoqli bo'ladi. Endi pichoqli bo'ladi. Endi Kaladosga tashlagandan keyin mabodo ertaga yana bir bokur, so'qirlar ham tortaveradi-da, tualetlar ham olaveradilar mana. Girib ketadi bokurdan, pichoqni o'zi po'qirdan chiqaraveradi yana. Kaladoslarni, tualetlarni tozalaydigan nasos. Yana bo'lsa shuni 8 kichkinaroq yana Kalados nasosi. Buni tengdan pichoq qo'ying, yana pichoq qo'ying, yana.
Bu ham kalados nasozda aytiladi. Kime kalados nasoz gerek bo'ladigan bo'lsa, bizada bor. Kaladosimiz suvdan dolib ketdimi? Salmaga yuradakmisiz, zekacha yuradakmisiz, ataza yuradakmisiz? O'sha nasozdan qo'yasiz, chumirasiz kaladosga, shlangi bilan yetadi pajani shlangi bilan chiqarib zingveradi. 76'likni bahası 1 milyon 600 bin so'm. 50'likni bahası 800 bin so'm. 800 bin so'm. Yo'q, oddiy nasoz kerak, suv nasoz deydigan bo'lsangiz, bular 700 bin so'm. 50'liklari. Hammasi chumak nasozlarda aytiladi bular. Sifati zo'r. Garantiyasi 1 yil qo'yib beriladi. Yana bu narsa bu malyarchiklari yuqorilarni, devorlarni shpakulovkani tortasiz. Shpakulovkani tortgandan keyin nozlaqlab beradigan narsa bu. Yana burunlar shu nozlaqlab, emdishkilab gözlari to'lib changdan xarob bo'ladilar. Hozir shuni yechimi topildi. Sifati zo'r narsa. Shunda ishlar o'z dasta ko'tariladi, yoqani patologni shunday ishlayib turaveradi, o'zi yo'q aylanib, o'zining ichine tortib, ya'ni tushgan atxot, ya'ni xaltasini yinglayveradi. Menda bahasi buni 1 milyon 700, 1 milyon 800 ming so'm emas, tekis 1 milyon so'mdan beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib beraman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlari turibdi, aloqa chiqarasiz, uyingizga borgandan keyin pulni berasiz. Katta zo'r ajoyib korobkada boradi. Yana shturm originali bu, garantiyali narsa bu. Tokda ishlaydi 220 da 1 milyon so'm tekis. Stabilizatorlarimiz Sferlok 806 model, 806 model. Kачествоsi zo'r. Buni ham aksiyaga qo'yib berdik. Aksiyaga ketdi buni ham bahasi. Hayron qolasizlar. 20'likini e'tibor berib turing. Bahasi 2 milyon 500, 2 milyon 400 sotilgan-ku. 2 milyon 300 ming so'mdan qilib beraman. 2 milyon 300 ming so'mdan 20'lik Sterlok. Yine tablosi yuqorili pastli bo'ladi. Yine ne bo'ladigan bo'lsa, admotkisi alyumin bo'ladi, kantash deb aytiladi. Bu admotkisi mis xili bo'ladi, motorchik bo'ladi. 20'likini 2 milyon 300 ming so'mdan beraman. 1 yil garantiyasi bilan beraman. Tap shuni 15'ligi bor. Tap shuni 15'ligini 2 milyon 100 ming so'mdan beraman. 2 milyon 100 ming so'm. 20'ligi 2 milyon 300 ming so'm. E'tibor berib turing. 15'ligi 2 milyon 100 ming so'm. 1 yil garantiyasi bor motorchik. Eğer admotkisi alyumin chiqadigan bo'lsa, besplatni beraman. Любой elektrik bilan ko'rib olishingiz mumkin. Men prямо zavoddan oldirib o'tiribman. Bahasi optim bahada. Tak, dvijoklarimiz, tak, 3 kW Asaman brendinde ishlangan italyanskiy dvijok. Sifati zo'r, 3,5 kW, bahasi diljakli 3 milyon so'm. Inabısı hem 220 çıkarады, hem 3 bas çıkarады, 6,5 kW. Bunun bahası 5 milyon 800 ming so'm. Teydini bahası 5,5 milyon so'm. Bu ham 6,5 kW'lı dvijok. Yana bu nasozimizning bir yaxshi yeri 76'lik nasoz. Zavodskoy reduktor bilan kelgan bu. Zavodskoy reduktori bor. Yana birini achasidan gaz balonini ulaysiz, shlangisini dikasiz. Shlangini dikdingiz, xamut bilan qisdingiz. Bir tartasiz gurr etadi, gazda ishlaydi. Hem uyini gazında ishlaydi, hem gaz balonida ishlaydi. Xohlasangiz benzinda ishlaydi. Bahası buni 1 milyon 100 ming so'm. O milyon, trilyon kerakmaydi. Bahası 1 milyon 100 ming so'm, 10 metr shlangisi, 20 metr shlangisi ichida podarkasini chiqadi. Xamutlari musor setga hamma o'zi chiqadi. Sifati zo'r, garantiyasi 1 yil. Yo'q, menga faqat benzinda ishlaydigan bo'lsangiz, yine oddiy benzin bo'ladi. Mening reduktor qo'yilmagan, zavod tarafidan oddiy benzinda keladi. Buni ichida 30 metr shlangisi chiqadi. Buni bahasi 1 milyon so'm. 270'lik motor qo'yilgan. Sifati yaxshi, garantiyasi 1 yil. Yana bu nasozlarimiz 76'lik elektriskiy nasoz. Buni bir yaxshi yeri, tak, yine bir de var ekan yine. Bu 52, yine bu 76'lıkı. 76'lıkı, tak, yine 1 saatine 60 tonna suv chiqaradi, 35 metr yerin tenidan tortadi, 12 metr, 35 metr yuqori chiqarib beradi, 12 metrdan tortib oladi. 3500 оборот, 2,3 kW, 220, 160 voltdan ishlaydi deb qo'ydi yana. 160 voltdan ishlaydi ekan bu. İtalya texnologiyasida ishlangan. Yana bir yaxshi yeri, uyingizda tok nechaganini ko'rib ham turasiz. Ekrani bor, ishida sifri yonib turadi, ko'rsatib turadi. Admotkisiga keladigan bo'lsak, yana ochib, qirib ham ko'p-ko'pman isbotlash maqsadida iri qizil siyimdan o'ralgan. Zo'r bu nasoz, kачествоsi yaxshi. Bahası 1 milyon 900 ming so'm sotilib turgan narsa hozirgi kunda 1 milyon 600 ming so'mdan beramiz 76'likni. 1 milyon 600 ming so'm. Hech yerda yo'q bu baho. Bu 50'liki, xuddi shu narsani 50'liki 1 milyon 400 ming so'm. Şimdi nasozlarımız Sentrabijni 50'likda aytiladi.
2 dana demir kalenni qo'shib beraman. Yuqorini, pastini demir kalenni, bir dana bronza klapandan qo'shib beraman shu pulning ichida. Bronza klapan bo'lganda nechik bronza klapan deydigan bo'lsanglar, shunda bronza klapanlarimiz bor o'zi. Mana 50 ga qo'yilgan bronza klapan bo'ladi. Shundan birisi mut, 2 dana demir kalena mut. Bahası 1 milyon so'm. Admotkisi mis bo'ladi, garantiyasi 1 yil bo'ladi. O'zi yozib ham qo'ydim. Garantiya kачество deb qo'ydi. Shimga. Tok seylamida 150 voltdan ish beradi. 1 milyon so'mdan aytganimda yetib 2 demir kaleni, 1 bronza klapani bilan kelib olib ketaverasizlar. Admotkisi 50 ming kerak deydigan bo'lsangiz, mening mindilari bor, 850 ming so'm. Lekin ularga garantiya bera olmayman. 25lik nasozimiz Ariol Admotki 100% mis bo'ladi. Kачествоsi yaxshi, garantiyasi 1 yil bo'ladi. 1.8 kilovat deb aytiladi. Buni bahası 650 ming so'mdan beraman. Alyuminni 550 dan beraman. 40lik Sentra 5ning nasozimiz 2 dana demir kaleni, 1 klapani bilan 750 ming so'mdan beraman. Sifatini qarang, bahasini qarang mana. 2 dana demir kaleni, bir dana bronza klapani bilan 750 mingdan beraman. 25lik Sentra 5ning nasozlarimiz 650 ming so'm, 600 ming so'm, 550 ming so'mdan beraman. Admotkilari mis, garantiyasi 1 yil, davleniyani vaqti sindirib tashlaydi bu nasozlar. Kimga qiziqarli bo'lsa, telefon uraverasizlar. Butsi qadim Ukrainadan keladigan butsi Ariol nasozlarimiz kelgan. Yana yozib qo'yibdi o'zimdan, kачествоsi zo'r, admotkilari mis, 1 kilovat. Yana 1 kilovat. Bahası buni 850 ming so'mdan beraman. 850 ming so'm, 1 yil garantiyasi bor. Admotkisi alyumini bor, 600 ming so'mga garantiya berib bermaymiz. Mabodo sizga 1000 kilovat, yo'q, 1500 оборот, 3 kilovatli motor kerak bo'lsa ham bor, 3,5 kilovat 3000 оборот ham bor, 4 kilovat 3000 оборотli har xil motorlarimiz bor. Sifati zo'r, nechik drabelkiga motor qo'yaman, yo yasayman, yo stanoga deydigan bo'lsangiz, hamma tur motorlarimiz bor. 800 ming so'mdan bahasi boshlanadi, 100 dollarga deyim bor. Bu nasozlarimizning baholari 500 ming so'm. Texa brendida ishlangan. Endi 100lik nasozlarga keladigan bo'lsak, 100lik nasozlarimiz 2 milyon 300 ming so'm, oddiy benzinda ishlaydi. Yana bu nasozimiz 100lik, motor ham katta bo'ladi. Bahasi 2 milyon 600 ming so'm. İçində 20 metr şlankisi bilan chiqadi, gorizonda ham. Buni bir yaxshi yeri, içində 20 metr şlankisi ham chiqadi. Yana bunga zavodskiy gaz qo'yilgan, metandan, propandan, benzindan ishlaydi. Dvijoklarimiz inabla metal mahli aksiyaga girib turibdi. Bahası 3 milyon so'm edi. Hozirgi kunda bahasini 1 milyon 800 ga tushirib tashladik buni. 1 milyon 800 ming so'mdan beramiz. Endi ses chiqmaydigan chamadon dvijoklarimiz ham bor. 2 milyon 100 ming so'mdan boshlanadi, top 7,5 milliondan bor. Hamma kilovatlari bor. Bu dvijoklarimiz baholari 4 milyon so'm bo'ladi, 4,5 milyon so'm. Yana bu dor aparatimiz katta bog'lar uchun 10 gektar, 20 gektar, 30 gektar bog'lar uchun beramiz. Bu bir katta bochoq qo'yasiz, tonnalik bochoq qo'yasiz, yandan tonnalik bochoq qo'yganingizda polni 30 metr shalankisi bor, holan razmeringizda sapaveradi. Kimga qiziqarli bo'lsa, ekranda nomerlarga chiqasiz, xalasangiz galbak ketsangiz ham bo'laveradi. Benzinda ishlaydi bu. 30 metr shalankisi bo'ladi, pistoleti zo'r. 30 metr bu yana, 30 metr bu yana sapaverasiz. Bahasi 2 milyon 200 ming so'mdan beramiz. Mana bahasi tushgan. Mikserlarimiz bor. 1li, 2li xalangizdan bor. Loy karmaga hozir asli sezoni buni malyarchiklar uchun. Buni bahasi 750 ming so'm, birlisi 500 ming so'm. Bolg'achilarimiz 200 ming so'mdan boshlanadi, top 850 ga deyim bor. 100lik nasozlarimiz 2 milyon 300 ming so'mdan 220 da ishlaydi. Klapan qo'yilmaydi, klapan o'zida bo'ladi. Suvni solasiz, avtomatik tortib qolaveradi. Motorlarimiz hamma motorlarimizdan bor. Tab 7 ot kuchidan boshlab turib, 186, 192 benzin saraji ismi xil-xilidan bor motorlarimiz. Yana bu bur aparatimiz, burimiz 1 milyon 500 ming so'm. 3 dana nasalchisi bilan chiqadi. 3 dana nasalchi bo'ladi. Dvijoklarimiz zo'rlariga ham bizlara 3 kilovat, 3,5 kilovat dvijokka ham baholarni istanglab olib hayron qolasizlar. O'sha dvijoklarni 3,5 milyon, 4 milyon sotiladi. Balon ham bor, diljakli dvijok. Endi uyingizga olib qo'ysangiz bo'ladi.
Yana puntda o'chadi buna qarang. Yana puntda o'chadi. Sifati zo'r. Qalasangiz kiltda yoqasiz, qalasangiz puntda yoqasiz. Mejigar qo'yilgan bular. Bunday turam bor. İkisinin ham bahosi bir, sifati yaxshi. Bu ham 3,5 kilovat, bu ham 3,5 kilovat. Bahosini eshitsangiz hayron qalasiz. 2,5 million so'mdan. 1 million so'm skidka arzonlab ketdi. 2,5 million so'mdan beraman. Dastlabki yetib beraman, garantiyasi 1 yil. Yana bu Makka akadan aparat bu. Tuxum akadi. Bu bir danani tashiydi. O'zi kelgan vaqtida avtomatik og'zi ochilib turibdi-ki. Bularniki beklanib turibdi. Bir danadan tuxumdan tashiydi. Piyoz tuxumdan boshlab top Makka tuxumiga ekadi. Sifati zo'r. Bahosi 1 million 100 ming so'm. Bir de sotib turgan narsalarimiz hamma zapchaslari 100% topiladi. Yana bu karcherimiz original karcher deb aytiladi. Batareyada ishlaydi. Sifati zo'r. Peter, rossiya kompaniya, 2 dana batareyasi, o'zining pena bochoqlari hamma o'zi chiqadi ichida komplekt. Bahosi 500 ming so'm. Yana bu dar aparatimiz zaryadishni bo'ladi, tokda ishlaydi. Bahosi 270 ming so'm. Ariston nasozlarimiz shimgilar bor, sifati zo'r. 370 lik razmeri, hammasida zapas kirchatgich chiqadi ichidan, zavod soldirganmiz shimgida. 5 so'mlik ses chiqmaydi, 1 yil garantiyasi bilan beriladi. 370 lik razmeri shimgi 650 ming so'mga beraman. 750 lik, 550 likini 750 ga beraman. Tak, 750 likini 850 ming so'mdan beraman. Hammasida zapas kirchatgich bor. Suv filtrlarimiz hamma turidan bor. 1 milliondan boshlanadi, top 1 million 900 ga deyim bor. Yashil doridan aparatlarimiz 500 ming so'mdan. Yashilni xola razmeringizni to'rab beradi. 500 ming so'mdan, sifati zo'r. Yana bu vazimiz tak Nerjiviki ne deb aytiladi buni adı? Chopper deb aytiladi. Birdan liboy narsani sasangiz, piyoz bo'ladimi, qovun, karchka, perchka, liboy narsani birdan siyqab chiqarib beradi. Buni bahosi 1,5 million so'm. Lazerlarimiz, Urvin lazerlarimiz 350 ming so'mdan. Perforatorlar 850 ming so'm, 350 ming so'm. Utiklarimiz 150 ming so'mdan boshlab 450 ga deyim bor. Suyak kasadollar 3 million so'm. Eng hadovoyi yana bu aksiyaga girgan. Bahosi hech yerda yo'q. Toshkentdan Livoy vodiyni qaraysizmi? Bunday baho yo'q. 485, 480 modellarimiz yetib keldi. Podnoslari Nerjiviki bo'ladi. 220 tokda ishlaydi. Bahosi 3,5 million so'm. 2 dana zapas pichoqi, bir dana zapas pichoqini qo'shib beraman. 30 kilo tarazam qo'shib beraman. Bir dana shurpoy ham qo'shib beraman yanında. 3,5 million so'm O'zbekiston bo'lib dastlabki yetib beraman. 32 lik tarazimiz, tak, 32 lik Misrovkini bahosi 380 da ishlaydi, 5,5 million so'm. Top shuni 220 si bor, 5 million so'm. 370 tak 22 tigi 22 ni buni bahosi 3 million 700 ming so'm. Bu ham 220 da ishlaydi, bular 3,5 million so'm, bular 1 million 200 ming so'm. Xalta tikadollarimiz batareyada $2 1 million 100 ming so'm. Yana bunday arzon karcher kerak deydigan bo'lsanglar, bular 300 ming so'm, 300 ming so'm. Charxlarimiz 300 ming so'mdan boshlab top 650 ming so'mga deyim bor. Kulish naborlar bor, endi narsalar bor. Bu karcherlarimiz bilasizlar aksiyaga ketib turibdi. Bundan birini alasiz $100, yanında bir dana pilisosi, mashina pilososidan qo'shib beraman, 2 tonnalik donkrat ham qo'shib beraman. O'zbekiston bo'lib dastlab ketib beraman. Bu karcher bahosi $100, birini alasiz, 2 ketib beraman. Birisini pul to'laysiz, ikkinchini mut olasiz. Drellarimiz bor. Tak. Bahosi 1 million so'm, 1 million 200 ming so'm, 1 million 400 ming so'm, 1 million 500 ming so'm. Endi shvezlarimiz bor. Batareyada ishlaydigan pila deb aytiladi bu. 300 ming so'm, 450 ming so'm, 450 ming so'm. Zapas sep, zapas strellar bilan chiqadi. Kompressorlarimiz bor. 50 litrdan 25 litrdan boshlanib, top 150-200 litrlarga deyim bor. 25 litrlikning bahosi $100. Bir dana zapas shalankisi, bir dana krash sapadan pistolet ham chiqadi. 50 litrlikning bahosi 1,5 million so'm, zapas bir dana krash sapadan pistoleti, keyin shalankisi bilan chiqadi. Pul sanaydigan mashinkalarimiz bor. Tak, 700 ming so'm. Veron. Bular 750 ming so'm. Shimgi nasozlar fermerlar uchun. 350 lik nasozimiz, 350 lik nasoz 22 kilovat. Shimgi
Bahası 25 milyon so'm. 250'lik 11 kilovat shimgini bahası 8 milyon 200 ming so'm. 7,5 kilovat shimgi bahası yozilmabdi beri 5 milyon 600 ming so'm. 7,5 kilovat 200'lik shimgini bahası 5 milyon 600 ming so'm. 5,5 kilovat 200'lik shimgini bahası 5 milyon so'm. 150'lik 3 kilovat shimgini bahası 3,5 milyon so'm. Keyin Jatkini pichog'i bor 1,20'lik, yana pechatlangan original pichoq 650 ming so'm. Ko'p bo'ladi. Kim anchalik kerak bo'ladigan bo'lsa, bosilib atib beraveramiz. Bu ham shu nasozlarimiz. Bu tarafda ventilyatorlar bor. Hozir yana bu malxonalar uchun, to'yxonalar, katta idoralar uchun qora ventilyatorlarning baholari 350 ming so'mdan. 350 ming so'm. Xolasangiz Devolak Stradoni boynamindik. Buning bahasi 350 ming so'm. Ya bu narsani shu ayvonchaga qo'ysangiz, ya bir ayvonchangizda sirt tarafida bir tapchan karavot qo'ygan bo'lsangiz, o'rtasidan ildirib qo'ying uni. Men qo'ydim bundan. Bir normada shamolni berib turadi. Muzdikgina bo'lib turadi. Odam qartirib ham tashlamaydi-da. Bur aylanib turadi. Sifatini vobshe gap yo'q. Kачествоsi yaxshi. Bahasi 100 ming so'm buni, 100 ming so'm. 100 ming so'm. Kelib ketaverasizlar bu me'da-chuda narsalar. Baholari 100 ming so'mdan yana. Yana bir 5 skoruslisi bor. Katta ayvonlar uchun qo'yaman desangiz, buni bahasi 250 ming so'm. Devolniki, devolda turadilar 350 ming so'mdan. Optim baho bizada. Gazon akasiyaki aksiyaga girib ketgan bu narsa. Yetib turibdi, aksiyada sifati zo'r. Kачествосына gap yo'q. 2 milyon 400 ming so'm. Kачествосына gap yo'q. Buni bir yaxshi yeri, içinde zapas bir dana tartak ham chiqadi içinde. Yine. Yani misali aldınız-ku, bir dana gazon akasiyaki olgan bo'lsangiz, yani misali yomzor odamdan bu, yomzor shalili bu narsani o'radi. Yani shuni bahosini 650 ming so'm satganmiz. Hozirgi kunda 600 ming so'mdan qo'yib berdik. O'zbekiston bo'ylab dostavka besplatni etdik. Shuni ichida bir dana o'ting midoni, bir dana pichoqi besplatni beriladi. Yine bolalar salib qo'yibdi. Yine o'zini o'ting midoni, zavodskoy, o'zini 1 litr germanskiy aptoli besplatni, bir pichoq o'zina qo'yilgan, bir pichoq o'zinda chiqadi. Yine bu ejlari, zapas tartaqi komplekti kulishlari bilan chiqadi. Hamma o'zini besplatni salib beraman. Ichina mut. Sizlar hech kim pul olmaydi bunga. Neda bu baho bor? Bir dana gazon akasiyaki 600 ming so'm dastlab ketib beraman. Yana shuncha bazan ichida qo'shib beraman. O'tingli doni, aptoli, zapas pichoqlari bilan garantiyasi 1 yil, motori 44/5. Sifati gap yo'q. Yandaqdan o'radi, yomjanam, vovoshdan, libo narsani o'radi. Yana bir yaxshi yeri buni o'zi inglab ketaveradi-da. Qolgan razmerlar qo'yib bir cheta qo'yib ketaveradi. Bahasi 600 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dostavka besplatni. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, zakozni berasiz, uyingizga borgandan keyin pulini to'layverasiz. Xatar bilan asib yo'qmiz. 600 ming so'm podarkalari bilan, 600 ming so'm podarkalari bilan, 600 ming so'm podarkalari bilan. Bu ham 600 ming so'm podarkalari bilan. Bizlar zo'rdor apparat kelgan. Buni bir yaxshi yeri. Knopkani bosasiz, yine. Knopkani bosasiz, yine. Polni sapib yuraverasiz. Bog' ham sapadi, yer ham sapadi, kачествоsi zo'r, yine. Knopkani ajratasiz, to'xtaydi. Yana bir zo'r yerini aytaymi? İçinde katta akkumulyator turibdi buni, yine. Katta akkumulyator turibdi buni ichida, yine. Ko'rdinglarmi? Yine. Mingda akkumulyator dvijoklarda keladi. Katta akkumulyator turibdi, kачествоsi zo'r. Bir marta zaryadga qo'yasiz-ku shu apparatni. 5 oy sapasiz. 5 oy sapasiz. Yodingizdan ham chiqib ketadi. Bularni bir arzon to'xta narsa emas. Shunday zo'r, chetdan keldi, O'zbekistonlik emas, chet davlatdan keldi. Bahosini eshitsanglar vobshe hayron qolasizlar. 450, 500 degan gap kerak yo'q. 270 ming so'mdan beraman. 270 ming so'mdan. Shundan keyin internetga chiqaman men. Arzon sifatli bo'lgandan keyin. Yana bu qarmoy do'ridan apparat bu. Qovun, düğne, karmon lablabi salasizmi, karam salasizmi, o'shadan parrak etib molat chiqarib beraveradi. Motorlarini taqib, ishlatib, garantiyalarini yozib beramiz. Bahasi 1,5 million so'm. Drabilchilarimiz yarvorishlar aksiyasiga yetib turibdi. Ko'pchilik olib turibdi. 6 pichoq. Yana pichoqlari nerjoyki, yana nomerlangan.
Buni bir yaxshi yeri 220 da tokda ishlaydi, 180 dan ishlaydi, 160 dan ishlaydi. Tok saylamaydi. Bahası dünyada eng arzon drabilki deb aytsam bo'ladi. 2 million so'm beraman. 2 millionning içinde bir dana terazam qo'shib beraman. Xalasangiz bolg'archi qo'shib beraman. Xalasangiz drill qo'shib beraman. Xalasangiz shurpoy qo'shib beraman. Xalasangiz qozon nabor ham qo'shib beraman. Xalasangiz blender ham qo'shib beraman. Libo birsini tanlaysiz, O'zbekiston bo'lib dastlab ketib beraman. Faqat podarkalar birsini, aytgan narsalarni birsini tanlaysiz. Hammasi berilmaydi, birsi. Terazi kerakmi? Terazini oling. Bolg'archi kerakmi? Bolg'archini oling. Qozon nabor kerakmi? Qozon naborini oling. Bahası 2 milyon so'm, O'zbekiston bo'lib dastlab ketib beraman. Yana buni bir yaxshi yeri, evida varankisi bor. Varankini qo'yiladi, endi varankilari qo'yiladi. Birdan gashir, shalg'am, lablabi, tulib, sulib salasi bu tarafdan doğrab chiqarib beraveradi. Yana bu realisli drabilkimizning bahası 2 milyon. Realisli drabilkimizning bahası buni 4,5 milyon so'm. Buni ham 3 milyon 800 ga tushirib tashlaganmiz. Bundan podarkalari bor. Xalasangiz bolg'arki, drill, shurpoy, blender, qozon nabor, libo besidan tanlab olaverasiz. Tak, yana bu drabilkalarimiz 2 milyon 400 ming so'm, 2 milyon 400 ming so'm, 2 milyon 400 ming so'm. Bular zavodskoy Xitoydan kelib turibdi. Sifati yaxshi xilisi. Bundan ham zo'r keldi. Hozir buni ham ko'rsataman sizlarga. Toza keldi olib bu. Olib videoga qo'ymadik ham buni. Endi chiqaramiz videosini. Ayaklı 4 ayaklı bo'ladi buni. Motorlar ham katta, zo'r, moshli motor kelgan, mis motor. Yine o'zida zapas 4 dana setkisi keladi. Yine ishlarni qarang, vakuumli ishlangan. Bu izg'ari o't olami, quru o't olami, libo narsani chiqaradi. Kачествоsi yaxshi, sifati zo'r, zavodskoy narsa. Bahası 3 milyon 200 ming so'm aytdim buni, 3 milyon 200 ming so'm. Hozirgi kunda bahasini 2 milyon 400 ming so'm etib qo'ydik. Xalasangiz terazi, bolg'arki, drill, shurpoy, blender, qozon nabor birsini qo'shib beraman. O'zbekiston bo'lib dastlabki ham etib beraman. 2 milyon 400 ichida dastlabki besplatni. Xalasangiz menda 3 oyoqli, xalasangiz menda 4 oyoqli liboy birsi bor, olaverasiz xudo xolasa. Tak, ina bu narsa 3 milyon 800 ming so'm, 3 milyon 800 ming so'm. Kачествоsi zo'r. Bu ham shunday. Izg'ar, quru tanlamaydi. Bu 4,5 milyon so'm. Bundan bolg'arki, drill, shurpoy hammasi qo'shib beriladi. Bu ham 4,5 milyon so'm. Kimga qiziqarli bo'lsa, halang bundan olaverasiz. Yana bu 7 ot kuchli motoblokimiz bor. Hozir mana ishlatib ko'rsatib beramiz. Tak, bir de mishalkilarimiz bor. Bir tane mishalki. Tak, 200 litrlikning bahası 2 milyon 400 ming so'm. Tak, yana bu necha litrlik bu? 260 litrlikning bahası 3 milyon 200 ming so'm. Bir tane mishalki, bachoqlari qalin bo'ladi. Materiallari qalin materialdan ishlangan, sifati zo'r. Motobloklarimiz hamma turidan bor. Nechik motoblok deydigan bo'lsangiz, saralchi motor, benzin motor, katta motor, kichkina motor, frezerlari 5 qator, 4 qatorlar bor. Baholari saralchi motorlar 7,5 million so'm, benzin motorlar 6,5 million so'm. Yani 7 kuchli motobloklarni aksiyaga kirgizib berganmiz. Bahası 2 milyon 800 ming so'm. Xalasangiz bir dana puluku, xalasangiz bir dana salmerodonni qo'shib beramiz yana duribdi. Shu vajda sizlarga. Endi motoblok deydigan bo'lsak, motoblokni size ishlatib ko'rsatib beramiz hozir. Xudo xolasa kачестволарni. Mana bu motoblokimiz. Yine pritsep ham bor. Yana buni bir yaxshi yeri, korobkasi katta xili bo'ladi buni. Korobkasi katta, boyovoy bo'ladi. Ertaga yur surgan vaqtida qiynalmaydi-da, sifati zo'r suradi, vozdukhlari maslinli bo'ladi. Frezeri 4 qatorli bo'ladi buni. Top yani 10 millionlik katta motobloklar bilan deng suradigan chonqurligi. Bir surganda 1,20 ni surib ketadi. Chonqurligi 40 santiga дейін suradi, o'sha bo'yli giradi. Polni gatmanni yutib beradi. Xalasangiz bir dana puluk qo'shib beraman. Xalasangiz bir dana salmayrodon qo'shib beraman. Chel tartodan. İçinde. Xalang buni oling. Bahası 2 milyon 800 ming so'm. Garantiyasi 1 yil. O'zbekiston bo'lib dastlabki etib beraman. Yana baloni katta xilisi. Balonga qarang, e'tibor bering. Baloni katta bo'ladi buni. 2 ga 10lik deb aytiladi. Katta balon bo'ladi. Bochoq boqlar ham katta boqdan turibdi. Endi bu narsa mana yana kerak 2 milyon 800 ming so'm nov berib berayotir. Yana O'zbekiston bo'lib dastlabki etib beraman. Yo'q, menga pritsep kerak deydigan bo'lsangiz, zo'r pritsep bor. Kачествоsi yaxshi. Toza materialdan ishlangan.
Prinsipga gap yo'q. O'tirasiz, çay yükleysizmi? Xalasangiz ders yüklang, xalasangiz saman yüklang, xalasangiz buğday yüklang. 500 kiloga дейін, yarım tonnaga дейін kütərədi, yarım tonnaga дейін tartadan yeyişir. Bunun baxası prinsipini 2 milyon so'm. 2 milyon so'm. Endi bir yere sürməyə baracaqsınız. Süreklerini salasız. Süreklerini salasız. Xalasangiz pulutunu aldınız, ya olmasa salmayaradan birisini aldınız. Taşıysınız. Bir tartas yanadı. Yani gazı verəsiz. Pasoz tartasız. Bir dakikada ya. Bırak koyasız. İkiye koydum. Motoblokga gap yo'q, ajoyib. Prinsipi bilan olaman deydigan bo'lsangiz, 4 milyon 800 ming so'm bo'ladi. Yo'q, prinsipni addenni olaman desangiz 2 milyon so'm, motoblokni addenni olaman deydigan bo'lsangiz 2 milyon 800 ming so'm. Motoblok aytganimdek, bir dana plug, xolasangiz bir dana chel tortadigan mashinani qo'shib beriladi. Endi nima desam bo'ladi? Vajlarimiz dum ko'p, katta nasozlar bor, saraji motor. Buning uchun bir kelishingiz kerak, bir setdan ko'rishingiz kerak. Mabodo video davomida bir qaysi narsa sizga ma'qul kelgan bo'lsa, zakazni beraverasiz, O'zbekiston bo'lib dastlab ketib beramiz. Yo ko'rib galabak ketaman deydigan bo'lsangiz, bunda desangiz ham bo'laveradi. Galabak ketaverasizlar. Alaza, xudo xolasa, sizlarga toza video chiqarishdan Allohim bizani charchatmasin. So'nggi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Toza yangiliklarni bundan keyin sizlar uchun bosib boraveramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, bir like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.